Ochlik odamni aqlliroq qilishini bilasizmi? Ochlik davri 12 soatdan oshgach, organizm tanadagi yog'ni ketonlarga aylantirib, energiya sifatida ishlata boshlaydi. Ketonlar juda kuchli energiya manbai. Natijada aql ravshanlashadi, diqqat ortadi, xotira yaxshilanadi, neyronlar ko'payadi. Ochlik davrida miyada neyrotrofik faktor oqsili ortadi. Bu oqsil miya faoliyatini aktivlashtiradi. Neyronlarning o'sishini tezlashtiradi, miyaning qarishiga to'sqinlik qiladi, xotirani mustahkamlaydi. Shunday qilib, ortiqcha zararli ovqatdan ko'ra ochlik inson miyasini yaxshiroq ishlashini ta'minlaydi. Qadimda ham ko'pchilik mashhur insonlar ochlik nafaqat inson organizmini tozalaydi, balki uni intellektini yaxshilaydi degan fikrda bo'lganlar va muntazam intervalli ochlikka amal qilganlar. Bu fikrni hozir ham qo'llab-quvvatlaydigan va unga amal qiladigan mashhur progressiv insonlar ko'p. Opisaniyadan shu fikrni olg'a suradigan va ochlikka amal qiladigan buyuk insonlar haqida qo'shimcha ma'lumotlarni o'qib oling. Intervalli ochlikni mening nazoratimda oqilona, ma'lum sistema va programma asosida o'tkazayotgan ko'plab insonlar juda yaxshi natijalarga erishayaptilar. Siz ham ular qatorida bo'lishingiz mumkin.